Har bir inson o'zi uchun o'zi kiyinadi, ovqat pishiradi, ovqat yeydi, o'yin yig'ishtiradi. Joyi kelsa biron joyga borish kerak bo'lsa, o'zi uchun o'zi boradi. To'g'rimi? Har bir inson o'zi uchun o'zi harakat qiladi. Undan chiqdi nima uchun biz boshqa bir insonlarga gapini gap qilishimiz kerak va boshqa bir insonlarga yoqish uchun kiyinishimiz kerak va boshqa insonlar yoqtirgan joyga borishimiz kerak. Har bir inson o'zi uchun o'zi nafas olyapti-ku, o'zi uchun o'zi yashayapti. Nima endi sizni kimdir yomon ko'rgan degani butun dunyo yomon ko'rgani emas-ku. Boshqa bir inson yaxshi ko'rishi mumkin, boshqa bir insonga yoqishingiz mumkin. Shuning uchun meni maslahatim, har bir insonning gapini gap qilmang. Chunki deganda boydi ham, kambag'aldi ham, hammani gapirishaverar ekan. Insonlarda og'ziga hech narsani tutib bo'lmas ekan. Men yaxshiman deb kimga o'zingizni nimani isbotlamoqchisiz? Sizni yomon ko'raman degan inson baribir ham yomon ko'rar ekan. Yoqtirgan inson esa baribir ham yoqtirib qolar ekan. Qo'ying, o'zingiz uchun yashang.